3 yosh bolali onaning kuni qanday o'tadi deb o'ylaysiz? Foydali nonushta tayyorlab berish bilan kunimni boshlab, ikkita akasini bog'chalariga jo'natdim va qizimni o'zim bog'chasiga eltib berdim. So'ng o'zimni ishimga davom etdim. Shu videoda men qaysi viloyatdan ekanligimni topib kommentariyada yozing. Har bir ona o'zining sevimli mashg'ulotini topishi kerak deb o'ylayman. Hattoki yosh bolalar bo'lsam, shunda ortiqcha stressga chalinmaysiz. Men ham o'zimni 2 soatlik kunlik ishimni yakunlab, bolamni bog'chadan olib keldim. Obed vaqtida olib kelaman, uyda yaxshi uxlab dam olishi uchun. Bolam uyqu vaqtida darrogina uy ishlarini bajarib, bolajon menyu sahifam uchun foydali retseptlarni syomkasini olaman. Qizim uyqudan turganlarda yengil tamaddi qilib oladilar. Bu orada akajonlari bog'chadan keladi va ularga ham ujin tayyorlab, barchamiz birgalikda ovqatlanib oldik. E'tibor bering, bolajonlarga ovqat berayotganda qovurilgan narsalar kamroq bo'lsin, hazmi yengil bo'ladigan holatda pishirib berish kerak. Va birgalikda kechki sayrga ham chiqdik. Kechki sayrda maza qilib bolalar miriqib o'ynab kelishdi. Baxt bu yerda mukammal hayotda yoki hashamatda emas, balki bolalarni sog'lom o'sayotgani va tinch oilada katta bo'layotganida deb o'ylayman. Siz nimada deb o'ylaysiz? Kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. Sahifamga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib oling, chunki bolajonlarni birgalikda sog'lom o'stiramiz.